bilan o'sha Mercedes-Benz savdolari anchagina pasayib ketdi. Mercedes-Benz mazza qilib yo'lda yursa, bu avtomobil yo'lda sizadi, qo'jaka. Men siz uchun Genesis G80 topib qo'ydim. Qanaqa komfortlari bor bu avtomobilda siz qarang. Chapga yoqdimi? Ko'rdingizmi? Qotdi. O'ngga yoqdimi? Pоворотni yonyapti. Lekin gapi shayba bilan hamma narsani boshqarsangiz bo'laveradi-yu. Qo'jaka, nima deyapti? Klimat kontrol hammasi bu. Multirul salonlari qora bo'lsin, siz mana salonni qorasini topib qo'ydim. 5 probeg 2026-yil 5 probegini izlayotgan bo'lsangiz, aynan siz uchun topib qo'ydim. Orqa salonni qarang, kengligini. Orqadan hamma narsani qo'shig'di, hamma narsani boshqarib ketsiz bo'ladi. Orqaga ham o'tib ketsiz bo'lgan salonning ichida, lekin gapi. Egalari salonni olib chiqish bilan polni bron, tonirovka, yana 8 oydan shinilarigacha bor. Eng qimmat antiradar ham qo'yilgan. Mana bu diskasini qarang. O'zi bu avtomobilda kimlar yuradi deymi? Mayli, o'zingiz bilsangiz kerak. Qochaki kimlar yurishini, bagajini ochilishi ham o'zgacha. Qarang, mana bu yerda. Mana bunisini qarang, bagajlari ham juda kengina bo'ladi. Hamma joyi elektronnik. Hech qanday ko'tarib, ochib, hech narsa qilmaysiz. Srochligi bu avtomobilni 5 probegini, oqini, kraskasi, top-tozasini $85,000 ga bosvorsiz bo'ladi. Bosvoring.